هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 74. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-An'am Suresi'nin 74. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Öz vaxtida İbrahim öz atısı Azerge sen özəңni yaratqan Allah'ını qoyub butlarni məbud qılıb alamsan, mən seni və qavmini həqiqətən eniq gumrahlıqda görmən dedi. İbrahim'nin tevhid barısında qat'i işəngüçilərdən buluş üçün onunğa atısı bilən qavminin gumrahlığını görsətkinimizdək, biz İbrahim'a osmanlarının, ziminin acayiplerini görsətdik. İbrahim keçinin qaranğılığı basqanda bir yıldızını görüp qavminin sözünü delil keltirip ularını mat qilish üçün bu mening Rabbimdir dedi. Yıldız petip ketib edi. Men petip ketkichilarni, yani yıldızlarga ibadet qilishni yoqtirmayman dedi. O ayının tuqqanligini görüp yuqorqi usul boyunca bu mening Rabbimdir dedi. Ay petip ketib edi. Eğer Rabbim meni hidayet kılmagan bolsa, men çokum azgıcı kavminin qatarida boladi ekanman dedi. O quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul boyunca bu mening Rabbimdir. Bu hammadan, yani yulduz bilan oydan cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketib edi. O aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan ma'budlardan oda judaman. Men haqiqatan batıl dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. İbrahim aleyhisselamning dadasiga vaz nasihat qilganlik to'g'risida. İbrahim aleyhisselam dadasiga butqa ibadet qilganligining to'g'ri emasligi to'g'risida vaz nasihat qilib qo'ydi va dadasini butqa ibadet qilishdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Öz vaqtida İbrahim öz atası Azerge sen özəңni yaratqan Allah'ını qoyub butlarni məbud qılıb alamsan, yani Allah Taala'nı qoyub butlarni ibadet qıldıqan ilah qılıb alamsan, men seni və qavmini, yani senin yolunda manğan kişilərini həqiqətən eniq gumrahlıqda görmən dedi. Yani qayerga mengishni bilmaydigan, izib ketganlardan, qaymoqib nadonliqda qolganlardan deb qarayman. Nadonliq va gumrohlikdagi holinglar har qanday bir sog'lom aql egisi uchun nihoyatda ochiqdir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning dadasiga qilgan va'z nasihatlarini bayon qilib mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kitapta, yani Kur'an'da İbrahim kıssasını bayan kılgan, o hakikaten tolumu rastçıl peygamber idi. Öz vaxtida İbrahim atısıga aytdi. Ey ata,
nimishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan. Ey ota, manga sen bilmaydigan ilmlar nozil bo'ldi. Manga ergashgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman. U, ya'ni Azar aytdi: Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunda qilishdan yonmasang, cho'qim seni tosh kesak qilib o'ltiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turgin. İbrahim aytdi: Sana amallik bo'lsin. Rabbimdan sana mağfiret tilayman. Allah menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan sizlardan yiroq bo'laman. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Rabbimga ibodat qilaman. Rabbimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. İbrahim aleyhisselam ta ki dadisi ölüp ketkiçe dadısının günahının keçirilişini Allah Teala'dan tilep dua kılattı. Dadisi şirik akidesi bilen ölüp ketkende ve İbrahim aleyhisselamga dadısının şirik akidede ölüp ketkenliki iniq bolganda dadısının günahının keçirilişini Allah Teala'dan tilep dua kılıştın yaltaydı ve dadısından ada juda boldu. Bu haqda Allah Taala mundaq deydi: İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p ah chekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamli edi. Hadiste mundaq geldi: Kıyamet günü İbrahim aleyhisselam dadisi Azer bilen uçuruşudu. Azer onunla: Ey oğlum, bugün sen bana asilik kılmaysan, bugün men sana asilik kılmayman deydi. İbrahim aleyhisselam: Ey Rabbim, kıyamet günü meni mat kılmaydiganlıqın to'g'risi da bana va'da bergan emasmiding? Nicat tepishdan yiroq bo'lgan dadamning mat bo'lishidan bekrek mat bo'lish bormi deydi. İbrahim aleyhisselamga: Ey İbrahim, arqingga qara deyildi. İbrahim aleyhisselam oqisiga qaragudek bo'lsa, qiyniga yoki tezligiga milinib bo'lgandan qiyniga yoki tizligiga milinib bulg'angan bir qoplanning turganligini ko'rdi. Shu chaqda u qoplan putlaridan so'rilib do'zaxga tashlandi. İbrahim aleyhisselam dadisi Azarning günahının keçirilishi uchun Allah Teala'dan şafaat tilab Allah Teala'nın oldiga borganda uningga mushriklarga jannatning harom qilinganligini bayon qilgandan keyin Azarni insonlik shaklda do'zaxga tashlasa, İbrahim aleyhisselamga ig'ir kelib qolmaslik uchun amalida insonlik tabiatidan chiqib ketgan dadisini yirtqich hayvon bo'lgan qoplanning shaklida do'zaxga tashlash orqali İbrahim aleyhisselamning ko'nglini aram topqizgan. İbrahim aleyhisselamga Allah Teala'ni bir deb tonish pakitlarining oydinlashganligi to'g'risida. İbrahimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lish uchun uningga otisi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek,
biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. Yani İbrahim aleyhisselam osmon zaminning yaratilganligiga qaragan vaqtida Alloh taolaning o'z egidorchiligida va yaratishda yolg'iz ekanligini, uningdan boshqa hech qanday bir iloh va Rabbning yo'q ekanligini ko'rsatib beradigan faktlarni uningga oydinlashtirib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Agar xohlasak, ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. İbrahim keçinin qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening Rabbimdir dedi. Yulduz petib ketib edi. Men petib ketkichilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. Qatada mundaq dedi: İbrahim aleyhisselam Rabbining yo'q bo'lib ketmay davomli turadiganligini biletdi. Shunga yulduz tong etib yo'qolib ketgandan keyin uning Rab emasligini tonib yetdi. U ayning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Rabbimdir dedi. Ay petib ketib edi. Agar Rabbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ladiganman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Rabbimdir, bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir dedi. Ya'ni bu quyosh yulduz bilan oydan cho'ngdir va yoritishimi kuchlidir dedi. Quyosh petib ketib edi. O aytdiki: ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan ma'budlardan ado judaman. Men haqiqatan botil dinlardan haq diniga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Ya'ni men shirikdan Alloh taolani bir deb tonish aqidasiga yuzlanib, osmon zaminni o'xshashi bo'lmagan yo'sinda yaratgan zotga dinimni xolis qilaman. İbadetimni faqat uningga qilaman. Men mushriklardan emasman dedi. Bir munozirlashish maydoni bo'lganligi to'g'risida. Amaliyotda İbrahim aleyhisselam bu yerde öz qavm bilan munozirlashib, ularning osmon jismlari va butlarga qilgan ibodatining to'g'ri emasligini oydinlashtirib berish edi. İbrahim aleyhisselam dadisi bilan bo'lgan dastlabki munozirada mushriklarning nazarida ibodat qilishga hech arzimaydi deb qaraladigan, faqat bizga Alloh taolaning dergahida shafaatchi bo'la oladi deb qarab, farishtalarning suratida yasalgan butlarga ibodat qilishdek xatolikni ko'rsatib berdi. Ular farishtalarni o'zlariga Alloh taolaning dergahida rizq, yordam va uningdan boshqa ehtiyojlarga shafaat qiladi deb farishtalarga ibodat qilish orqali Alloh taolaga vasila izladi. Bu yerde bularning osmon jismlariga ibodat qilishdan iborat xatoliklarni va gumrohliklarini oydinlashtirib berdi. Ular ibodat qilgan osmon jismlari bo'lsa, oy, kun, Atarid, Zuhar, Mirrix, Mushtar,
Zuhralardan iborat turaqliq va turaqsiz 7 yulduzdir. Ularning nazarida eng hurmatli yulduzlarning ichida yorug'liq darajasi eng kuchli bo'lgan quyoshdir. Ondan qalsa oy, ondan qalsa Zuhra yulduzdir. Şuna İbrahim aleyhisselam birinci bulup Zuhra degan yulduzning iloh qilinishga loyiq emasligini bayon qildi. Chunki u o'ng so'lga azroq chatnab ketmay belgilagan muayyan bir doirada ichida harakat qilinishga bekitilib ketilgan yulduzdir. U o'zi uchun kichikkina biror ish qilishga qodir emasdir. Balki u Alloh taolo cho'ng bir hikmat uchun nurliq qilib yaratgan osmon jismlarining ichidagi bir jismdir. U sharqdan chiqib g'arb tarafga qarab o'z yo'lida mangadigan musofirni tamomlab bo'lgandan keyin ko'zdan astag'ini g'oyib bo'ladigan, ondan ikkinchi kechasimi shu yo'sinda harakat qiladigan bir jismdir. İbrahim aleyhisselam mushundaq bir jismning ibodat qilingan iloh qilinishga loyiq emasligini bayon qildi. Ondan İbrahim aleyhisselam oyga burilib, uningmi yulduzga o'xshash iloh qilinishga loyiq emasligini bayon qildi. Ondan quyoshni to'xtalib, uningmi o'xshashla ibodat qilishga loyiq emasligini bayon qildi. Ko'zga eng yo'riq bo'lib ko'rinadigan yuqorqi 3 osmon jismlarining iloh qilinishiga loyiq emasligi oydinlashganda va bu haqiqat keskin faktlar bilan isbotlanganda İbrahim aleyhisselam: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan butlardan ado judaman. Yani men ularga ibodat qilishdan va ularni o'zimga iloh qilishdan ado judadirman. Agar ular haqiqiy iloh bo'ladigan bo'lsa, hammanglar menga suiqasd qilinglar va muhlat bermanglar" dedi. Men haqiqatan batıl dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Yani mushu narsalarning yaratquchisi, uni paydo qilguvchisi, bo'ysundirguvchisi, uning meng'ishlarini bekitguchi, uni boshqarib turg'uchi, hamma narsaning egidorchiligi uning qo'lida bo'lgan va hamma narsaning yaratquchisi, Robbi, egisi va ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilaman. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki Robbinglar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, yani 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah kechi bilan, yani kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kech bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Yani davomli o'rin almashib turdi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, yani koinotni tasarruf qilish rostdanla Allohning ilkididir. Alemlerning Robbi Allohning darajasi kattadir. Allah Teala İbrahim aleyhisselam to'g'risida mundaq deydi: Musa
Harunlardan burun Musa Harunlardan burun biz İbrahimga hakikaten dünya ve ahirette yaxşılık yollarını gösterip berdigan hidayet ata qilgan edik. Biz onun peygamberlikinin ehli ekanligini biletdik. Biz onun peygamberlikinin ehli ekanligini biletdik. Öz vaqtida İbrahim kuffarlar çoqunuvatgan butlarni mensitmey astığa ve kavmi, atısığa ve kavmiga sizlar çoqunuvatgan bu butlar nima? Yani nim üçün bu butlar çoqunusizlar dedi. Ular atı bovallarimizning ularga ibadet qilib kelayotganligini bilamiz. Yani ularga atı bovallarimizga taqlid qilib çoqunamiz dedi. İbrahim, sizlarmi atı buvanglarmi Sizlarmi ata buvanglarmi payda ziyan yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. Ular sen rost deyaptamsan yoki chaqchaq qilyaptamsan dedi. İbrahim aytdi. Undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan, menmu onunğa qat'iy dalil bilan guvohlik qilguvchilardirman. Ularni u yaratgan, menmu onunğa qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchidirman. Bu yerde İbrahim aleyhisselamның Allah Taala'nı tonuş yoludaki fikir yürgüzgüçü emas, yoki şirik üstüdeki kavimler bilen Allah Taala yolunda münazirleşkiçi ekanligini tövendikki kelgen ayetle güçlendirdi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure Al-An'am tefsirinden 79. ayetgacha anladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.